Assalomu alaykum akalar, ukalar, xudo xolasa Qarshilarda labomiz tayyor holatda. Ushbu labo bortli tentli furgon bo'lgan. Xudo xolasa sizlarga bir chekkadan obzorini qilib beraman. Kanalimizga yangi kelganlar bo'lsa, obuna bo'lishinglarni, obzorimiz yoqsa, like bosib, oxirigacha ko'rishinglarni so'rab qolamiz. Xo'p, bortli tentli furgon deyishimdan sabab hozir tushuntirib o'taman. E'tibor qilinglar, borti bor. Mana tenti bor. Furgon so'zi mana orqa tomonida ikki yonga ochiladigan yoki passajir damasga o'xshab tepaga ochiladigan bo'lsa, bortli tentli furgon turiga kiradi akalar. Xo'p, ichki tomoniga bitta e'tibor qilasizlar. Ichki tomonlari birinchi sort rossiyskiy fanera bilan обшиват qilib berilgan. Germetikalarimiz aka, germetkalari alohida bitta liniya bo'lib, bir boshqacha ajoyib holatda turibdi. Ichki tomoni yorug' bo'lishligi uchun sim tashab ketganmiz. Akamiz o'zlariga yoqqan plafonlarni o'rnatib oladilar. Yon tomonlarida mana e'tibor qilinglar. Yon tomonlarida fiksatorlar bor. Agarda mabodo eshikni ochib yurishga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, mana fiksatorlarni shu yon tomoniga ilib qo'ysanglar, ochilib yoki yopilib ketib qolmaydi. Orqa tomonlarida bamferlar bilan birgalikda qilib berilgan. Bemalol oyoq qo'yib chiqsanglar, qulay bo'ladi. Yopilishlariga e'tibor qilamiz. Yopilishlari planli ishlab beradi. Agar ichini quplashga to'g'ri keladigan vaziyat bo'lib qolsa, bemalol quplab qo'ysanglar bo'ladi. Mana o'zining maxsus qo'l kaltlari bor. Akalar, rossiyskisi shu bo'ladi. E'tibor qilib farqini bilib olinglar. Rossiyskisi xrom bo'ladi, yaltiroq bo'lmaydi. Yaltirog'i Xitoy bo'ladi. Mana bu bizani yangi yo'l tent. Xudo xolasa bundan keyin shu bugundan boshlab hamma biz faoliyat yuritgan mashinalarning darvozasida shunaqa virkalarimiz bo'ladi. Ko'rib bemalol agar imkoniyati bo'lsa, yo'lda ko'rib qolsanglar, to'xtatib biz ishimizni ko'rishinglar mumkin. Akalar, buni balandlik keladigan bo'lsa, balandliklari pol qismidan tom qismigacha 1.65 qilib berganmiz. Mana oldi tomondan ko'rinishlari. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri joylashgan. Ustaxona qidirib yurgan yaqin do'sti birodaringlar bo'lsa, ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan-da sifatli va bundan-da bir chiroyli xizmat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.